Oxirgi marta do'konga kirib, faqat ro'yxatingizdagi narsalarni olib chiqqaningizni eslaysizmi? Ehtimol yo'q. Va bu sizning irodangiz zaifligidan emas. Siz kirgan har bir do'kon aslida sinchiklab ishlab chiqilgan psixologik laboratoriya. Har bir raf, har bir hid, har bir rang bittagina maqsad uchun, sizni ko'proq pul sarflashga majburlash uchun. Keling, bu tizim qanday ishlashini qadam-ba-qadam ochib beramiz. Bu oddiy supermarket ko'rinishi emas. Bu planogram deb ataladigan aniq matematik model. Har bir mahsulotning qayerda turishi, qanday balandlikda joylashtirilishi, hatto qaysi tomonga qaragani, barchasi oldindan hisoblab chiqilgan. Maqsad bitta, sizni do'konda imkon qadar uzoqroq ushlab turish va imkon qadar ko'proq mahsulot ko'rsatish. Va bu ishlaydi, chunki inson miyasi buni sezmaydi ham. Deyarli har qanday supermarketga kirganingizda, birinchi kozingizga tashlanadigan narsa yorqin rangli mevalar va sabzavotlar. Bu tasodif emas. Bu sizga sog'lom, yangin degan taassurot berish uchun qilingan. Va bu taassurot butun xarid vaqtingizga ta'sir qiladi. Miyangiz bu yerda hammasi yaxshi va sifatli degan signal oladi va bu ishonch keyingi xaridlaringizga ham ko'chadi. Bundan tashqari, ko'pchilik odam do'konga kirgach, instinktiv ravishda o'ngga buriladi. Va aynan shu yo'nalishga eng yuqori foyda keltiradigan mahsulotlar joylashtiriladi. Sizga tanish savol, nega non, tuxum va sut kabi eng ko'p kerak bo'ladigan mahsulotlar har doim do'konning eng chekkasida, eng oxirida turadi? Javob oddiy, sizni ular tomon yetib borguningizcha mumkin qadar ko'proq qatordan o'tkazish uchun. Har bir qatorda sizga umuman kerak bo'lmagan, lekin kozingizga tashlanadigan mahsulotlar bor. Va statistika shuni ko'rsatadiki, uzoqroq yurgan xaridor ko'proq narsa sotib oladi. Endi eng qiziq joyga keldik, kassa navbati. Siz allaqachon charchagansiz, kutayapsiz va aynan shu holatda miyangiz eng zaif bo'ladi. Shuning uchun kassa atrofida doim mayda, arzon, shirin narsalar joylashtiriladi. Shokolad, saqich, jurnallar. Raqamlar ta'sirchan. Faqatgina Amerikada bir yilda odamlar kassa oldidagi impulsiv xaridlarga 6 milliard dollardan ortiq pul sarflashadi va bu summaning katta qismi oziq-ovqatga to'g'ri keladi. Bu kutish paytidagi zaiflikdan foydalanishning aniq misoli. Bu ehtimol eng kuchli va eng ko'p ishlatiladigan hiyla. Siz 9.99 narxini ko'rganingizda, miyangiz buni $9 deb qabul qiladi, $10 emas. Farqi bor yoki 1 sent bo'lsa ham. Bu hodisa fanda chap raqam effekti deb ataladi. Va u shunchalik kuchliki, miya buni ongli fikrlashdan ham tezroq, millisekundlar ichida qayta ishlaydi. 2005 yilda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotda olimlar bunga aniq raqam qo'yishgan. 9 raqami bilan tugaydigan narxlar yaqin turgan boshqa narxlarga nisbatan talabni o'rtacha 24% ga oshiradi. Yana ham qiziqarlisi, bir tadqiqotda olimlar bir xil ko'ylakni 3 ta xil narxda sotishgan: 34, 39 va $44. Natija kutilmagan bo'ldi. $39 variant hatto $34 arzonroq variantdan ham ko'proq sotildi. Chunki 9 bilan tugagan narx miyada chegirma signalini beradi, hatto u chegirma bo'lmasa ham. Rang ham tasodifiy tanlanmaydi. Qizil va sariq kabi issiq ranglar ishtahani qo'zg'atadi, hayajon uyg'otadi. Shuning uchun fast food belgilari, shirinlik bo'limlari ko'pincha shu ranglarda bo'ladi. Ko'k va yashil esa tinchlantiruvchi ta'sirga ega va aksincha ishtahani bosadi. Shu sababli sog'lom ovqat bo'limlari ko'pincha shu ranglar bilan bezatiladi. Sizga bu yerda hammasi tabiiy va sokin degan hissiyot berish uchun. Va nihoyat, eng ta'sirli psixologik qurol yo'qotish qo'rquvi. Faqat bugun zaxira tugayapti, mavsumiy taklif, bu yozuvlar miyangizga bitta signal beradi. Agar hozir olmasang, yo'qotasan. Va inson miyasi yo'qotishdan qo'rqishni foyda ko'rishdan ko'ra kuchliroq his qiladi. Shuning uchun bu oddiy yozuv sizni oylab o'tirmasdan tezda qaror qabul qilishga majbur qiladi. Xo'sh, bularning barchasini bilib, endi nima qilish kerak? 3 ta oddiy qoida bor. Birinchi, do'konga hech qachon och qoringa bormang. Och miya har qanday hiylaga tezroq beriladi. Ikkinchi, ro'yxat bilan boring va unga qat'iy amal qiling. Ro'yxat sizning irodangizni emas, balki do'konning strategiyasini yengadi. Uchinchi, narxni ko'rganingizda uni yaxlitlang. 9.99 emas, 10 deb o'qing. Bu oddiy odat sizni chap raqam effektidan himoya qiladi.
Endi siz bilasiz, do'konga kirganingizda siz shunchaki xarid qilmayapsiz, siz oylab chiqilgan psixologik o'yinning ichidasiz. Lekin endi bu o'yinning qoidalarini bilasiz. Va bu sizga ustunlik beradi.